علیکم بینندگان گرامی محترم مخلصان برنامه شام سمرقند. امروز روز پنجشنبه برنامه دوست داشته شما شام سمرقند باز این دیگاه مهمان خانواده شما میباشد. السلام علیکم تماشابینان عزتمند. من فصل تابستان هم فرا رسید. اطراف گلزار همه جا کبودیزار زیباست و البته اکثریت شما همراه فرزندانتان به تعطیل برآمدید. نگاه نکرده به این برنامه ما البته به تعطیل نمیبرید و حرکت میکند که به دقت شما برنامه‌های رنگینی خود را تهیه کرده حواله کند. برنامه امروزی خود را چون هر وقت چون انانه میخواستیم که با یک ترانه دلانگیز آغاز نماییم. مرحمت عزیزان، شنوید و بهره برید. من بهود میرنجی شنیده تهمت اینو کس مرا با چشم خوب میگرد مجو از غیبتی هر کس زی من بهود میرنجی شنیده تهمت اینو کس مرا با چشم خوب میگرد مجو از غیبتی هر کس بعد از زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من بعد از زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من چشم خوب میگرد مجو از غیبتی هر کس زی من بهودم رنجی شنیده تهمتی ناکس مرا با چشم خوب میگرد مجو از غیبتی هر کس بعد از زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من بعد از زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من میرنجی شنیده تهمتی ناکس
مجو از غیبتی هر کس زی من بهوده میرنجی شنیده تهمتی ناکس مرا با چشمی خود بینگر مجو از غیبتی هر کس بعد دستی زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من بعد دستی زندگی باشد پس از این سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من اینک برنامه ما دوام می‌دهد. حالا ما می‌خواستیم که همراه شهلا رو با یکی از محله‌های بهترین شهر سمرقند که سیدرضا علیزاده نام دارد اونجا می‌رویم و از اونجا نواری که ما تهیه کردیم به دقت شمایان تماشابینان حواله میکنیم و در اول در اونجا یک نفر زنهای پیر آناجانهای پیر ما که در دوره‌های پیش سرودهای خیلی هم قدیمی را از آناهای خودشون یاد گرفته بودند و در همونجا به ما خوانده نمایش دادن همون نوارا نمایش دهیم بسیار خوب میشه. اینک بیایید یک جای تماشا می‌کنیم. Şərşərədən ötəydidim, rumbolum oxti ketdi. Həmsoyanı kichkina qizdi, ko'nglimga yoqdi ketdi. Olma bilan uray desam, qoshini qoqdi ketdi. San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman. Kelinlar hamon borsa, ko'ngirador tuzotaman. San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman. Tagina tavuğum bor çatma çaton qilaylik Şurbosiga to'rtta fatin 12 non qilaylik Yosh-yoshgina kelinlarni darvozabon qilaylik Qarri kampirlarni to'rga mehmon qilaylik San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman Kelinlar hamon borsa ko'ngirador tuzotaman San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman O'ng qulog'ida halqasi yashil dillasa o'ldiradi Chap qulog'ida halqasi yashil dillasa o'ldiradi Tegma tegma o'ynasin qizimga tegma o'ynasin Tegma tegma o'ynasin kelinga tegma o'ynasin San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman Kelinlar hamon borsa ko'ngirador tuzotaman San qara qosh, man qara qosh, dodimga yetsang aytaman маҳаллаи Саидризо Ализода дар ноҳияи Темирюл ҷойгир шуда яке аз маҳаллаҳои беҳтарин мебошад ки онҷо намояндагони миллатҳои гуногун аҳлона умру ба сар мебаранд. Саидризо Ализода degan so'zni o'zida ham bir katta mazmun bor-da. Saidrzo Alizoda o'sha jadidizm harakatida yoki o'sha ma'rifatparvarlar ichida eng buyugi bo'lgan. Nihoyatda ulug' mehnatlari bor bu odamni. Mana hozir shu mahallada Saidrzo Alizodani muzeyi ham bor. Shu muzey bilan bir tanishib ko'rgan odam biladi nima uchun Saidrzo Alizoda mahallasi deb atalar ekan. Ana o'sha oqimni davomi bo'lsa kerak. Bu mahallada nihoyatda ko'p ma'rifatparvarlar bor. Mana shu Said Kozim aka Hoshimov mana 90 yillar yashadilar, joylari jannatda bo'lsin. Xod aka Shukurov u kishi ham hozir nomlariga mana 18-maktab qo'yilgan. Nihoyatda buyuk ma'rifatparvar pedagog bular. Yoki mana yonginamizda Yahyo aka Murtazayev bor. Yoshlari mana 90 ni qaralayapti. Juda ulug' o'qituvchi bo'lganlar. Mamarzo aka Nazarovlar. U kishi ham mana 90 yoshda, lekin tetik. Ularni har bir so'zini bir e'tibor bersangiz, g'ijja ma'rifat. Mana shu Saidrzo Alizodaning mana shu yerdan chiqishini o'zi ham qarang, atrofga qanchalik ma'rifat nurini yog'dirgan. Mana mahallamizda faxri bo'lgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistka
chiroyli shirin suxan xonandamiz Sofiyaxon Sattarova yashaydi shu mahallada. Bu ham hammamizni obro'yimiz. Sofiyani ashulalari yetib bormagan xonadon yo'q. Shuni ovozlariga baraka tilaymiz. Sofiyaga o'xshagan talantlar ko'paysin. و در همین جا ما در مهمانی خانه مادرجان صفیه صفترova شدیم. صفیه خان بگوید که چند سال شما در همین محله زندگی میکنید؟ 37 سال شد. تشکر. من تماشاگران عزیز ببینید که ارتشی خدمت نشان داده جمهوری در همین محله 37 سال اینجا زندگی میکنند. در پهلوی من باشد مادر جانشان نشستند. ایتین که جان نشته فرزندلارید؟ 10 تا. نشته قız نشته oğul? 5 ta o'g'il, 5 ta qiz. Nevaralarchi? Nevaralar bir etak. Ko'p. Bayram kunlarda birga o'tirib qo'shiq aytasizlarmi? Ha, o'rgataman eski ashulalardan. Esingizda bor bironta bo'lsa agar bunda ayting bir ikki misra. Endi fabrikada ishlab yurgan paytda o'rgangan qo'shiqlarimizda fabrikani yo'lidan ro'molcha topib oldim demanglar, mehnatga sotib oldim deb shunaqa qo'shiqlar aytardik dugonalarimiz bular. Yanachi? Tepdim sandiq ochildi, nuqra bodom sochildi. Bodomlarni terguncha qanotlarim qayrildi deb shunaqa qo'shiqlar eskidan qolgan. Onamizdan o'rgangan qo'shiqlar aytib yuraydi. Onajon ayting, siz o'zingizni baxtli ona deb hisoblaysiz? Albatta baxtli onaman, Xudoga shukr. Mana shu farzandlaringizga, nevaralaringizga qanday yaxshi niyatlaringiz bor? Hamma odamning ham farzandi ahil bo'lsin menikiday. Xudoga shukr, hammasi ahil. O'g'illarim ham, qizlarim ham, kuyovlarim ham Xudoga shukr. Hammasidan men minnatdorman. Yolg'iz do'sti vafodorim, sochi kumush, sochi qorim, tog'day g'urur, nomus orim, tomirdagi qonim onam. Tog'day g'urur, nomus orim, tomirdagi qonim onam. Hamshoh sultonim onam. پس از این صحبت شوق‌آور درباره تاریخ نامگذاری محله به نام سیدرضا علیزاده از خانه موزه سیدرضا علیزاده ما معلومات‌های ایلاوه‌ای گرفتیم. سیدرضا علیزاده بابا 1877 yilda mana shu xonadonda tug'ilganlar. U kishi bir tarjimon, olim, jurnalist bo'lishlariga qat'iy nazar, u kishi kambag'alparvar, saxiy inson bo'lgan. U kishi mahallamizda birinchi bo'lib Mingtut mahallasida yangi uslubda 5-yili maktab ochganlar va bu maktab 1912-yili yopilgan. Undan tashqari 1913-yili Halim Karimov xonadonida yangi uslubdagi hayot maktabini ochganlar va bu hayot maktabi ham kambag'al balalarini keltirib o'qitib, bularga darsliklarni hammasini o'z kissalaridan xarajat qilib, bularga darslik olib kelganlar. با این گفته ها تحقیقاتچی حیات و فعالیت زندگی سیدرضا علیزاده چنین ایلاوه کردند. Mustaqillik yillarida bu allomani 105 yillik, 110 yillik va o'tgan yili viloyat hokimining qarori bilan 115 yillik tavalluddari keng nishonlandi. Bu mahalla demak mustaqillikdan so'ng 1991-yilda Saidrzo Alizoda nomi bilan demak yuritiladi. Samarqandda Temiryo'l tumanida o'rta maktab bor, Saidrzo Alizoda nomidagi 14-o'rta maktab, Saidrzo Alizoda nomida ko'cha bor. Demak biz mana siz bilan Saidrzo Alizodaning uy muzeyida suhbatlashib turibmiz. Saidrzo Alizodaning Alifbek kitobida bir himmatli gado degan kichik hikoya bor. Bir gado har kuni ko'chaga chiqib odamlardan namo so'rar ekan. Kechqurun to'plagan pullarni yetim yesirlarga tarqatar ekan. Keyin undan so'rashibdi: "Sen nima qilyapsan?" desa, "Men charoq mudamen, o'zgalar uchun o'zimni yondiraman" deb aytgan ekan. Haqiqatan Saidrzo Alizoda butun hayoti, ijod davomida el yurt uchun yonib yashagan katta ilmiy meros qoldirgan.
тамошобинони азиз, пас аз шунидани суруд мо бо занҳои дӯзандаи ин маҳалла ҳамсӯҳбат мешавем. شبنم گلی نار یا ببالینم های انار نار یا ببالینم شبنم گلی نار یا ببالینم هر کابل زد من خریدارم در خانه ایش بیبری دارم هر کابل زد من خریدارم در خانه ایش بیبری دارم های سبز بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم های سبز بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم های انار نار یا ببالینم شبنم گلی نار یا ببالینم های انار نار یا ببالینم شبنم گلی نار یا ببالینم غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید مالاز غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید ای سبزی بهار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای سبزی بهار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم هر کابل زد من خریدارم در خانه ایش دلبری دارم هر کابل زد من خریدارم در خانه ایش دلبری دارم ای سبزی بهار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای سبزی بهار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم ای انار نار بیا ببالینم شبنم گلی نار بیا ببالینم. бинандагони муҳтарам, мо барномаҳои худро аз яке аз маҳаллаҳои беҳтарин ки бо номи Саиди Ризо Ализода ном дорад давом дорем. Ман дар он ҷо занҳои бисёр моҳири ҳамин маҳалла бо дӯзандагӣ машғул ҳастам. Мана дар дасти ман бинед як гуфтан мумкин аст як чизи аҷоиб истодааст. вақте ки дар баъзе тӯйҳо бачаҳои хурдсол аз лимонад боқӣ мондагӣ сарпӯшҳоро ҷамъ мекунанд, мо ҳайрон мешавем ва фикр мекунем ки мумкин аст ки бачаҳои хурдсол бо он бозӣ мекунанд. лек мана дар ин маҳалла бинед ки занҳои бисёр ҳам чаққони моҳир ҳатто аз сарпӯшҳои ҳамон бутилкаҳои лимонад истифода бурда бекор нашида бо аз ҳамон мана аз ҳар гуна матоъҳо мана ҳамин хел як дар зери чойнак мемондагӣ як чизро сохта дӯхта тайёр карда инро ҳам ба фурӯш мебароварданд. яъне ин аз он далолат медиҳад ки агар инсон меҳнат кунад аз чизи нобуд ҳам як чизи буди хушрӯй сохта метавонад, яъне гул ҳам сохта метавонад. ҳозир бошад мо бо занҳои фаъоли ҳамин маҳалла ҳамсӯҳбат мешавем. мана ҳамаи он чизҳое ки шумо дар рӯи стол мебинед, ҳамаи он бо маҳсули дастони мана ҳамин зани моҳирӣ ки дар паҳлӯи ман нишаста номашон Адолатоитӣ мебошад дӯхта шудааст. зеро мана бинед дар ин ҷо дар зери чойнак мемондагӣ чизҳо, ҳатто мана дар ин ҷо бо дигар хел намудаш, дар ин ҷо барои сӯзан истифода мебурдагӣ секунҷа бо лишчаҳои хурдакак ва умуман ҳамаи он чизҳое ки дар рӯи стол мебинед ҳамаи ҳамин маҳсули дастони ҳамин хоҳари азизи моҳирамон мебошад ки ин касро тадбиркор гӯем ҳам хато намекунем. Aytingchi opajon, mana necha yil bo'ldi mana shu ish bilan siz shug'ullanib kelyapsiz?
20 yildan beri shug'ullanaman desam ham xato bo'lmaydi. Turmush qurganimdan beri masalan hayotda har xil voqealar bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Odam agar hunari bo'lsa, hunarsiz odam hech qachon xor bo'lmaydi. Shu o'z hunarim bilan men o'z oilamga hakam bo'lib kelaman. Keyin yosh mana turmush qurayotgan kelinchaklarni, boshqalarni shularga har narsani tikib o'rgatib turaman. Asosan nimalar tikasiz? Asosan mana yostiqlar uchun gullar, bezak beraman mana. Joylar ustiga terib qo'yish uchun. Keyin mana choynik ustlari, choynik teki. Mana bular bu oddiy ishcha qopqog'idan bo'lgan. Mana tikuvchi tikish tikkanda ortib qoladigan har bir bo'laklarni, materiallarni tashlab yubormasdan mana shunday chiroyli choynik ustlari tikish mumkin. Bulardan. Ha. Bularda asosan menimcha to'y kunlarimi, kelinlarga kerak bo'ladi. Yangi kelinlar sizlarga qanday? Yangi kelin tushgan paytda ularning bisotining orasida masalan shu ikkita yostiq kelin kuyov guldek hayot kechirsin degan maqsadda masalan gul qilib shularni bezak berib uyini ham chiroyga keltiradi, hayoti ham chiroyli o'tadi degan maqsadni bildiradi. Maydakor emasmi? Siz qiynalmaysizmi? Men qiynalmayman. Men masalan shu ortiqcha harakat qilamanki, kichkina uloqchalardan ham biror narsa hosil qilsa bo'ladimi deb. Masalan, mana shu bu surpani atrofiga kvadrat. Buni atrofiga 3 razmerda kvadrat narsadan paydo bo'ladi. Shuni qirqgan paytda undan yana bir kichkina uloq qoladi. U 3 burchak bo'ladi. U 3 burchak narsadan yostiq uchun gul qilish mumkin-da. Shu ish qilib mana shu ortib qolgan har bir narsadan ko'p narsalar tiksa bo'ladi. Masalan, mana bu ignadon. Ignadonni ham atrofiga bezak berib, shuni osib qo'ysa elib, ham ko'rkam berib turadi. Ignalar har yoqqa tushib yotmaydi. Ba'zi bir joylarda kelinlar shu ignani pardagami, bir kiyimigami, yaqasigami urib qo'yadi. Mana urib qo'ysa, baribir uyda ham chiroy beradi, ham yaxshi turadi degan umiddaman. Maqsadda tikiladi. Mana bu sabzi to'g'rash uchun dasturxon. Mana. Bular ham quroqdan, o'sha ortiqcha baynaki narsalardan tikilgan mahsulotlardan. Oilangizda qanday qizlaringiz bormi, shogirdlaringiz bormi? Oilamda 4 ta farzandim, 3 o'g'il, 1 qizim bor. Qizim ham birgalikda birgalashib tikish qilamiz, qarashadi. Oila ishlarida mana men ko'proq tikishda bo'lsam, u oila ishlari bilan bo'ladi. Hamma ishlar bo'lgandan keyin biz shu ishlarga o'tiramiz. Shogirdlarim, jiyanlarim bor. Avsunim qizchalari tikishadi. Bundan tashqari, tikishdan tashqari men kurchok bilan mana qadimda onalarimiz to'qib kelganlar, men bu hunarni onajonimdan o'rganganman. Kelinlari ro'molcha atrofiga, keyin sunnat bolalarining belbog'larining atrofiga bularni tikiladi. Ko'ylak yaqalari uchun qilish mumkin, yenglar uchun shu fasonlar qilinadi. Mana. Keyin hamma masalan oilada kelinchaklar, ayollar biz zerikamiz. Ziq bo'ldim, ish yo'q davlatda deb shikoyat qilib qolishadi-da. Men hayron qolaman shunday ayollarga-da. Bir hunarni o'rganib tursa, u zeriksham ketadi. Masalan, men tarbiyachi bo'lib ishlaganman-da. Shu ishim davomida ham hamma vaqt shu tikish igna qo'limdan tushmagan. Igna bilan bo'lsa odam hech qachon xor bo'lmaydi. дар маҳаллаи номбурда занон, духтарон ва онаҳои пир бекор намешинанд ягон вақт. онҳо ҳамеша бо коре машғул буда, ҳам сарояндагӣ ва ҳам дӯзандагӣ мекунанд. Опаҷон айтчи, неча йил bo'ldi mana shu ish bilan shug'ullanasiz? Men shu Alizada mahallasiga 1981-yilda kelin bo'lib tushganman. Shu kelin bo'lib tushgan yilimdan boshlab men shu yerda shu mahallamizni kelinlarga, qizlarga shu ko'ylak, ayollar kiyadigan lozima, xalatlar tikaman. Shu mahalla yoshlarga harakat qilaman shu tikishimni o'rgatishga. Shunaqa mana shu milliy ko'ylaklarni tikishda shularni hamma sirlarini o'rgataman shularni. Hozir nima tikyapsiz? Hozir mana shu yerda kelinlarimizga fartuk. Bu fartuk atlasdan tikilyapti. Bu kelinchaklarimiz hamma uy ishlarini qilib bo'lganlardan keyin mana mehmon kelsa
stollarni hammasini bezatib bo'lganlaridan keyin buni to'qishadi. Nimasiga to'qib xizmat qilishadi. Ayollar uyda o'tirishi mumkin. Ayol kishiga hamma narsa kerak. Har zamonda turmush o'rtog'idan bunga pul bering deb o'tirmaydi. Agar hunari bor odam o'zi shuni harakat qilib, o'zi topadi shu narsalarni. Bu menimcha oilada turmush o'rtog'iga ham yordam bo'ladi. Mahallamiz yoshlar zarduzlik bilan shug'ullanib kelmoqda. 1 yildan beri qiziqish bilan shug'ullanmoqdalar. O'zingiz qayerdan o'rgangansiz? Men o'zim yangamnolarim, ya'ni tushgan yangamnolarim orqasidan o'rganib kelganman. Yoshligimdan qiziqib kelganman. O'zingizga ma'qulmi shu? Juda ham ma'qul. O'zimga juda ham ma'qul bo'lsa. Bu qizchalar hammalari menimcha maktabda o'qiydi. Bular hammasi maktab o'quvchilari juda qiziqish bilan kelmoqdalar bu bizning zarduzlik krujogimizga. Maktablarga, o'qishlariga xalal bermaydimi? Yo'q, bular hozir ta'tildalar, ya'ni ta'tilda ko'p shug'ullanishda bular maktabda o'qigan vaqtda esa maktabdan keyin shug'ullanadilar bu nisa bilan. Mana shu naqshlarni o'zlaringiz olasizlarmi, biron joydan naqshlarni olasizlarmi? Buni bizlar o'zlarimiz hammamiz o'tirganda fikrlashib shu nisani tashkil qilamizda. Harakat qilamiz shu nisani chiroyliroq chiqishga-da. Kelaman bu yoqda Gulbahor opam o'rgatadilar bizlara. Juda ham yaxshi qiziqish bilan biz tikamiz. Ko'ylaklar, qalpoq, do'ppilar, keyin yashmoq ro'molchalar, keyin kamzulchalar tikamiz. Sumka va ho'kizlar. Juda ko'p narsalar tikamiz. Xullas дар маҳаллаи ба номи Саидризо Ализода ҳама аҳлона зиндагӣ карда бо кори машғул буда ба ҷамъият нафъашон мерасад ва ҳаминҷо боз онаҷонҳои насиҳатгар бо дархости мо суруди хубро сароиданд. Yo'liga qarayman, onajonim keldi deb. Har zamon yo'liga qarayman, onajonima keldi deb. Onajonim kelsalar, dardu dilimni bilsalar, g'amga to'lgan yuragimni g'amdan ozod qilsalar, g'amga to'lgan yuragimni g'amdan ozod. Je suis baharam dar Samarkand Gülen doğmasmandu Nazaninam dar Samarkand Je suis baharam dar Samarkand Gülen doğmasmandu Nazaninam dar Samarkand Gülen doğmasmandu Nazaninam dar Samarkand Sakarab mavi koyar husniga Samarkand Sakarab mavi koyar husniga Samarkand
اگر غمگین شویدم ماهی میدان را تماشا کن اگر غمگین شویدم صاحی زندگی Sevgilim, sağ izin
مالا بینندگان گرامی شما شماره نوبتی برنامه شام سمرقند را که از محله سید رضا علیزاده تهیه نموده است تماشا کردید. ما بار دیگر با همه شخصانی که برای تهیه نمودن برنامه امروزی ما از تحت دل کمک رساندن میnnتداری خود را بیان میکنیم و البته ما امید داریم که من بعد درباره تاریخ دیگر گذر و محله های ولایت سمرقند با فکر و درخواست های شمایان برنامه های رنگینی خود را تهیه کرده حواله میکنیم. اکنون باشد در این بیگاه پرفیض بار دیگر با شمایان خیر و خوش نموده امروز روزتان، امروز بیگاهتان، امروز شامتان پرفیض گذرد عزیزان میگوییم. فکر و درخواست خود را نسبت برنامه به ما نویسی سراغه ما به شما معلومه شهر سمرقند کوچه فردوسی خانه رقم 1 تلویزیون استیوی برنامه شام سمرقند. خیر شاد و پیروز باشید. همیشه مانند امروزه شاد چهره، لبخندان و خاندانتان که اینجا آباد باشد. خیر مهربانان. شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر همزمینان، شب بخیر، شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر همزمینان، شب بخیر. یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتابی زندگی. ای تو شام کسی در این رسم بدن شاید یابد کتابی زندگی. ای تو شام کسی در این رسم بدن شاید یابد کتابی زندگی. تو خاری کی و بر آدم رفتی چشمایی میرباری مادرم دورم از تو صافی باشم شدیم در نفسهایی فسینی مادرم دورم از تو صافی باشم شدیم در نفسهایی فسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر،